Shahrimizdagi eng zo'r lokatsiyalardan birisidan gapiramiz. Короче, o'sha ko'rib turganingiz 4 qavatli domni 2-qavatida 2 xonali 96-7 metr kvadrat bo'lgan kvartira sotiladi. Под ключ tayyor. Yangi remontdan chiqqan. To'g'ri kelib yashayverasiz. Lokatsiya общем шикарный. Bu yon tarafda yagona dacha Gavhar, Nasar Ranch Universitet. Точка вообще bomba. Короче, narxini egalari 59400 dollar aytib turibdilar. Yana ustiga kelsangiz kelishtirib, chiroyli narx qilib beradilar, xudo xolasa. O'yinni bir qator obzorcha qilib beraman. Siz esa bir like bosib, bizga obuna bo'lib turishni unutmang. Bu yerga giraverish eshikni qarang. Akfami ismi yo'q. Buni ko'cha tarafına damir turibdi. Akfa qo'yilishining sababi havo issiq sovuq o'tmasin, shum o'tmasin uchun, ko'k podyezdning og'irdasi o'tmasin uchun. Proxodning girishini kattaligini qarang. Kattagina bemalol 3 ham sig'gan, yana bemalol shkaf ham sig'dirib berganlar. Klassniy. Короче, boshladik esa. Bunda sizni oshxonangiz. Oshxonam kattagina, bemalol o'zinda o'tirib yeyishingiz mumkin. Jag'ir-jug'ur pishir tushir uchun hamma sharoiti bor. Kuxunnilar, tayyor gaz plitalar bor, ummonliklar bor. Uy zamonaviy airfel kotyonlari orqali qizdiriladi. Kuxni menimcha kattagina, normalniy. Bunda siz zoldingiz, undan ham katta. Qarang, ikkidan oynalar turibdi. Bugunday zallarda bir tomoni. Совсем joylardan даже shunday. Oboylar urilgan, oyoq tiylari laminat, lyustralar qistirilgan, perdalar tayyor ilib qo'yilgan. Yaxshi mebellar. Hamma sharoit bor sizga komfortingiz uchun. Bunda esa yana 2 xona bor. Bu bir zal. Divorlar oboy, oyoq tiylari laminat urilgan, g'alla to'shalgan mebellar, mo'shtisidan shunday bilinadi, nima deyiladi? Perdalar qarang. Ovoy tushganmi? Yarashganmi deyapman dadam. Tushganmi deb tushunmagan. Menda esa 3-xona. Bir spalni, o'zbekning novus ko'p, potib ko'p, deydi-ku. Yana shkaf, bunda ko'rpa do'shaklar qo'ygan munosabati bilan sal kichkina ko'rinib turibdi. Ataq xonaning o'zi keng va katta. Mana jolizi qo'yilgan. Divorning ovoyi yashilmi? Yarashganmi? His keting. Bunda esa alohida hojatxona va alohida sanuzul. Bu hojatxonadagi sharoitlar ummoniki o'zinda, ariston ham o'zinda joylashgan. Bunda esa sanuzul endi alohida kema. Oyoq tiylari moshni kafel, divorlar kafel, потолок plastik. Bir yerdan ummonlik bor. Ishi dushoy kabinani o'zi bor-ku. 1200-1000 dollar atrofi aylanadi. Qarang. Tumbereklardan boshqachasi qo'yilgan. Nima bo'lish? Narxini arzidimi? Albatta, kommentariyada fikringizni bildirib, yozib, chizib yeting. Like bosib, obuna bo'lish esa yoddan chiqmasin.